Manzur opa lentasiga meni qo'yib chiqibdi. Manzur opa g'iybatchilar degan menga atab ikkinchi marta qo'shiq aytyapti. Manzur opa bilasizlarmi? Oldin bitta qo'shig'i bor edi. Ey zolim, qarana qadar qoling bechora, ey zolim deb qo'shiq aytuvdi. Endi mish degan gap chiqardi, video qo'shiq chiqaribdi. Kimda dunyoda kimga atab qo'shiq aytishgan bilasizlarmi? Menga 2 martalab. Rahmat Manzur opa. Miqichiga qancha rahmat. Mashqasiga qilib berib yotuvdingiz, endi odobli qiz bo'ldingiz, mayli. Unisiga ham rozimiz. G'iybat, tuhmat, mish-mish qilib yurgan bitta odamga bag'ishlab qo'shiq yozibsiz. Shu gap rostmi? Qo'shiq ko'pchilikka bag'ishlangan. G'iybat, zere, tuhmat qilganlarga. Yaqinda g'iybatchilar qo'shig'ini yaratdi. O'zi bunday olib qarasa, urvingiz 1 tiyinga qimmat. Na davlatni meropриятияларga chaqiradi sizni, na to'yga chaqirishadi. Bitta to'yga chiqib olganingizda 50 xil qilib video qo'yib, stranitsingizga it chaqirmayotganidan sharmanda bo'lganingizdan qayta qo'yib yotibsiz. Oldingizga bitta Alfons olib kelib oldingiz, PR qilib yotibsiz, ontar-to'ntar bo'lib, unaqasiga, bunaqasiga, birorta хотя бы prosmotr bo'lib, хотя бы reklama tushib tursin tirikchiligimga deb. 45 ga kirdingizmi, 50 ga kirdingizmi, уже всё. Уже mendan ham urvingiz past. Xali qizim sizdan populyarniroq. Рюмка водкамida nima edi? Я жигаю наркоман, каждый вечер я гуляю restoran deb chiqqan qiz bor-ku, o'shandan ham urvingiz past. Боже мой, siz eng позорный artist bo'lsiz kerak bu dunyoda. Shuning uchun yoshlikda ham ushlab qolish kerak edi. Pozor. Qiz bolaman, erga tegmaganman deb hammani aldamang, hamma biladi. Ve show biznes biladi siz kimligingizni, opajonim. Qo'ying, oldingizga bitta Alfons chaqirib oldingiz, PR bo'larmiki, reklama tusharmikin deb bitta dugonam reklama bergan ekan, it kelmabdi. It ki o'tmabdi sizni stranitsingizdan. Tak что reklama berishni hojati yo'q u xotinga. Itam o'tmayapti ekan. Hozir stranitsingizga meni qo'yib qo'yibsiz. Deganimmi? To'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi-da. Uyda egasiga qaytarib bering, farzandlari bor, yaqinda qizini turmushga chiqaradi. Uyda egasiga qaytarib bering, uyat bo'ladi. Baribir qochsiz ham qutula olmaysiz, bu haqiqat. U yoqqa yuguring, bu yoqqa yuguring, o'zingizni ontar-to'ntar qilib boring. Bu haqiqat. Yoshlikda rosa yurdingiz, unaqasiga, bunaqasiga yemog'ida qusmog'i bor. Endi qusib chiqarasiz hammasini yeganlaringizni. Amin bor, nima g'amim bor sizga tegishli emas.